Ashini hozir urib, yaxshilab boshimga urib bitta sindirib olsangiz, men sizga mana shu yerga akfa sex ochib beraman. Ya, hozir endi buni sizga urmaylik, narxlar sindirib yubordi hozir. Buni sindirgandan ko'ra narx sindirdik. Narx sindirishdan ham akfachilarga misol zakaz qilinsa, cho'ziladi-da baribir. Bir hafta deydi 10 kunda bo'ladi, 10 kun esa 15 kun. Sizlarda ham shunaqa? Yo'q, bizda unaqa emas. Aytilgan nimaga kelishiladi. Misol o'sha kunga olib berasizmi? O'sha kunga olib boriladi. Buni ham 10 kun deganman, mana 5 kunda bitdi. Ha, o'zi 10 kun. Hali 5 kun vaqti bor ana. Yana. Hozir endi borib o'rnatib berasiz. Qachon o'rnatasizlar buni? Hop, buni ertaga nima qilingan? Hozir buni akfani eng arzon endi yo'lida qilib beramiz. Arzon ham emas, endi qimmat ham emas, insof sari. Insof sari baraka. Hozir mana shu 13 metr ekan, uzuni endi 2 necha dedingiz? 270. 270 da 4 kun 5 kunda tugatibdilar mana shu ishni. Buni hozir ayvonni oldiga qilishyapti. Ayvonni oldiga. Endi misol sizga zakaz qilsa, bitta 3 xonali, 4 xonali uy solib, 4 ta 5 ta rom, eshik romlarni qanchada qo'yib berasiz? Hop, endi sharoitga qarab yasalaveradi. Masalan, bitta eshik, bitta rom bo'ladigan bo'lsa, 1 kun, 1,5 kun vaqt ketadi. Endi hozir mana mana bundan ko'ra eshik romga ketilayotgan vaqt ko'p sarflanadi-da. Bu sharoitga qarab, sharoitga qarab nima qilinadi? Kelishiladi. Sizlar buni ko'rsating-da mana bitta bu nima hozir bu? Fonni ochilib Bu fonni ochiladi. Bu eshikda promiskasini ochiladigan qilingan. Hozir endi mana shu ishxonaning ichida katta объемli narsalar bo'lib qoladigan bo'lsa, eshik romni oladigan. Mana shu yerda hali trendte svet, mokri. Misol mana qarang. Necha bo'ladi o'zi eshiklar? Eshiklar standart 125, 120. Bo'yi 240 dan 120 lik eshik necha pulga bitadi? Aynaklari, ponni splashni ayna bo'lsa necha pulga bitadi? Yarimi ayna bo'lsa necha pulga bitadi? Xo'p, bir qavat bo'ladigan bo'lsa, Karshneviga 2 million 200 ming so'mga bitadi. Bir qavat bo'lsa, 2 qavat oladigan bo'lsa 2 million 350 ming so'm. 150 ming so'm aynaga qo'shilib qoladi xolos. Bizning xizmatimizga, xizmatimizga yarimi plasmassa, yarimi ayna bo'lsa-chi? O'tda shunaqa bo'ladi. Ponni ayna bo'lsa-chi? Ponni ayna bo'ladigan bo'lsa, bu o'zi aynadan lambrisi, pastdagisi to'sqichi qimmatroq turadi. Endi uni ham kelishiladi-da. Misol mana bitta romni narxini aytib o'taylik, qiziqqanlarga uy solayotganlar borda. Misol romni necha ochiladi o'zi? Bo'yi necha bo'ladi? Xo'p, romda endi uyda nimasiga qarab standart. Hozir standarti 1.60 ga bo'yi 1.80. Shunaqa romda 2 qanat bo'ladi. 3 ta qanat bo'ladi, o'rtada. Ha, o'rtada ham bo'ladi. O'sha necha pul? Ular 1 million 650 mingdan boshlanadi. 1 million 650 ming. Hali tepasi ochilib havo aylantiradigan ham u Aqua Plus bu. U Aqua Plusda bo'ladi. Unaqalar ham. Keyin endi termo ham qilinadi. Endi aytib o'taylik. Termolarda endi bunaqa katta объемli bo'lsa, jicha bizda hozir bizni sharoitda to'g'ri kelmaydi. Agar 15 kvadratgacha bo'lsa, qilib berilaveradi. Endi masjidlar bo'lsa, bizda masjidlarda endi ichi ko'proq odam bo'lishi kerak. Xo'p, lokatsiyangizni ayting. Nomer qo'yib qo'yamiz. Bemalol akfa xizmati zarur bo'lsa, men ukaxonga telefon qilaverasizlar. Hozir lokatsiyani aytadilar. Ayting. Lokatsiya Diyorneft, Bahrinelin, o'sha Bahrinelindan Yozyovon tarafga yurganda Diyorneftdan chapga burilganda o'sha to'g'rida o'zi akfa ko'rinib turadi. Telefon qilinglar, zakaz zarur bo'lsa, bemalol mana shu ukaxon. Skikalar bilan qilib beriladi. Bonuslar bilan Ramazonga sog' bo'linglar.